Abdulloh ibn Muborak. Bu kishining otasi Muborak. Qorovul bo'lgan. So'raylar-da, mansab ishini qorovul bo'lgan. Bu kishi Eronning shimoli sharqidagi Xurosondan kelgan, Xurosonga kelgan, shu yerda iymonni qabul qilganda katta bir bog'ni qorovuli bo'lgan. Olma, anor, limon degandek, shu mevali bog'ni qorovuli bo'lgan. Bog'bon ham emas, qorovul. Ertaga kech bog'ida doim Allohning zikri bilan pokiza inson bo'lgan. Maoshini olardi-da, 3dan birini darrov ihson qilib tarqatar edi, qolgan qismini oilasiga sarf qilar edi. Kunlarning birida mana endi Abdulloh ibn Muborakning otasi haqida ozgina gapirib o'tishimiz kerak. Chunki ota qanchalar taqvoli bo'lsa, qanchalar Allohga yaqin bo'lsa, zurriyotlarni ham ulug' inson bo'lishlikka imkoniyati kattaroq bo'ladi. Bog'ning egasi keldi, o'zini bir do'sti bilan bog'ga Muborakka borib, anorni yaxshilardan olib kel dedi. Borib olib keldi, yorishuvdi, nordonroq, tahirroq. Boshqasini olib kel. Boshqasini olib keldi. Yana tahir chiqdi. Shunda bog'ning egasi achchiq qilib, "Ey, sen anorni nordoni bilan shirinning farqiga bormaysanmi, bilmaysanmi?" dedi. "Yo'q, bilmayman" dedi. "Ha, meni bog'imda faloncha yildan beri ishlaysan, nahotki bilmaysan" dedi. "Sizni bog'ingizda faloncha yildan beri ishlagan bo'lsam, bir marta totib ko'rgan emasman" dedi. "Siz bunga ruxsat ham bermagansiz, men so'ramaganman ham" dedi. Birodarlar, bu qanaqa taqvo bo'ldi? Bu qanaqa aqida bo'ldi? Ismiga loyiq, muborak aqida, muborak taqvo, muborak ibodat. Mana shu muborak taqvo Abdulloh ibn Muborakning dunyoga kelishiga sabab bo'ldi.